ko'rishpasiya shu yigit bilan deb ko'limdan o'tkazib. Assalomu alaykum hurmatli O'zbekiston ahli. Qaranglar do'stlar, men kimni ko'rib qoldim? Farg'onada hoji domlalarimizni ko'rib qoldim. Assalomu alaykum. Mana Bilolbek bilan. Yaxshimisiz domla, zo'rmisiz? Biz mana Bilolbek bilan ko'rishib qoldik. Bu ismingiz nima sizni? Nodirbek. Nodirbek bilan ko'rishib qoldik. Rahmat. Instagramda ko'zim tushdi bu yigitga, shu piyoda kelyapti ekan, Madinaga kelyapti. To'g'risini aytsam, kecha Madinada tushgan rasmingizni ko'rib, ko'rishpasiya shu yigit bilan deb ko'limdan o'tkazib. Xolis mana shuncha o'zbeklar mana assalomu alaykum, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Salomat bo'ling, tinch bo'ling. Farg'onadan. Men Farg'onadanman, Namanganga yaqin. Mashg'ulani ham salom qilib, Alloh nasib qilgan ekan, buyurdi bu bolaga. Mana bu yigitni islomga kirishibdi. Xudo rozi bo'lsin sizdan ham. Alloh tan joningizni sog' qilsin, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Hamma o'zbek xalqini niyat qilgan, yaxshi niyat qilgan, ota-onasini olib kelaman, farzandimni, ahli ayolimni, farzandlarimni olib kelaman degan hamma o'zbeklarga mana shu ulug' Madinaga, Makka kelishni Alloh nasib qilsin, iloyim. Sizlarga ham rahmat, ijobat bo'lsin. Nasib qilsin. Rahmat do'stlar, xursand bo'ldim domlarni ko'rib, rostdan.